Bu joy bir vaqtlar oddiy cho'l edi. Hech qanday osmono'par binolar yo'q, boylik yo'q, faqat issiq va qum bor edi. Bugun esa bu yer dunyoning eng boy va mashhur shaharlaridan biri. Bu Dubay. Qanday qilib bunday o'zgarish yuz berdi? 18-asrda Dubay kichik baliqchilar qishlog'i edi. Odamlar dengizdan baliq tutib yashar, ba'zilari esa dengiz tubidan marvarid topib sotardi. Bu ularning asosiy daromad manbai edi. Hayot juda qiyin edi. Issiq ob-havo, suv yetishmasligi va oddiy yashash sharoitlari. Keyin 19-asrda muammo boshlandi. Yaponiyada sun'iy marvarid ishlab chiqarila boshladi va bu Dubay iqtisodiga katta zarba berdi. Marvaridga bo'lgan talab kamaydi, odamlar kambag'allashdi va shahar deyarli rivojlanmay qoldi. Lekin 19-yillarning oxirida hammasi o'zgardi. Dubay hududidan neft topildi. Bu kichik qishloq uchun katta imkoniyat edi. Pul kirib kela boshladi. Lekin Dubay rahbarlari bu pulni shunchaki sarflamadi. Ular uni kelajak uchun ishlatdi. Ular yo'llar qurdi, aeroportlar ochdi, savdo va biznesni rivojlantirdi. Dubay asta-sekin kichik qishloqdan katta shaharga aylana boshladi. Vaqt o'tishi bilan bu yerda ulkan loyihalar amalga oshirildi. Zamonaviy binolar qurildi va butun dunyo e'tiborini torta boshladi. Bugungi kunda Dubay bu nafaqat neft, balki turizm, biznes va hashamat markazi. Bu yerda dunyodagi eng baland bino Burj Khalifa joylashgan. Shahar o'zining hashamatli hayoti, zamonaviy arxitekturasi va tez rivojlanishi bilan mashhur. Dubayning muvaffaqiyati tasodif emas. Bu to'g'ri qarorlar, uzoqni ko'ra bilish va imkoniyatdan foydalanish natijasi. Oddiy cho'ldan dunyoning eng rivojlangan shaharlaridan biriga aylanish bu haqiqiy motivatsiya.